Assalomu alaykum. Bizni Riko Lepka jamoasini kuzatib borayotgan aka-ukalar, do'st birodarlar. Biz navbatdagi obyektimizga kelganmiz. Bu yer Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Bilol ibn Raboh jome masjididamiz. Masjidimizning tashqi tomoni, tashqi ko'rinishi o'ta chiroyli suratlarda qurilish ketyapti. Biz ichkarisiga Xudo xohlasa lepka tayyorgarlarini qilib berishlik uchun keldik. Mana masjidimizning ichki xonaqosi, asosiy zal, xonaqoh binosi. Biz bu yerga Xudo xohlasa karnizlarni, ko'lsalarni stullarga, o'rtasidagi gullarni qo'yib beramiz Xudo xohlasa. Ish jarayonlari, yopishtirishlar boshlangan. Ustakalarimizdan takliflarni kutib qolamiz. Shu grif gullarning o'rniga yana qanaqa variantlarda ishlasa bo'ladi? Kommentariyada taklifinglarni kutib qolamiz. Remont avjida ketib turibdi. Gumbazlari bitib qoldi, Xudo xohlasa. Masjidimizning mehrobi o'zimizning namanganlik Mirzohid akaning ishlari. Yakunlanish jarayoni, yakunlanay deb qoldi, Xudo xohlasa bu yil ham. Xudo xohlasa ish jarayonini boshlaganmiz. Duoda bo'lib turinglar. Duoinglarga muhtojmiz. Hammaga rahmat.